Nimaga sizlarga kompyuterga VirtualBox va Oracle VirtualBox 2 ga Windows 10 ni joylashtirishga o'rgataman. Birinchi bo'lib bizga VirtualBox o'zi kerak. Ko'rganingdek hozir ko'rib turganingizdek VirtualBox'da bir nechta turlari bor. Biz shu yerdan faqatgina Windows hostni yuklab olamiz. Mana sekin yuklanyapti. Mana yuklanyapti. Yuklab bo'ladi. Endi esa bizga ikkinchi navbatda torrent kerak. Ya'ni uTorrent kerak. Bu orqali biz o'sha biz sizlashtirmoqchi Windows 10 ni papkasini ochib berish uchun kerak hisoblanadi bu. Hop, mana bu ham o'tib bo'lindi. Ikkinchisi bo'lib bizga mana Windows 64 sayti kerak. Chunki aynan Windows 64 sayti ichida mana Windows'da hamma versiyalari, hamma tiplari, turlari bilan tiqilyapti. Hamma operatsiya sistemi va Hindistondan turibdi. Biz bu yerdan asosan faqat Windows 10 o'zini olamiz. Mana pechatni bosamiz. Bir necha sekund kutamiz. 10 sekund kutiladi. 10 sekund kutilgandan keyin mana endi biz hozircha bu yo'lga turamiz. Birinchi navbatda kompyuterimizga kelib zagruzkaga kiramizda. Hamda bu yerdan VirtualBox torrent hamda Windows yuklaymiz. Menda bu hammasi o'tgan. Hozir kompyuterimda ochib berishim mumkin. VirtualBox. Hozir beramiz. VirtualBox'dan torrent yuklangan. Bizga hozir torrent nima uchun kerak? Biz o'sha faylimizdagi mana hozir sizga ko'rsataman. Hop, torrentga kirsak, mana biz o'zi o'tkazib bo'lganman. Mana shu joylashtiryapti Windows 10 ni versiyasini bu yerga o'tkaziladi. Torrent o'ziga ochib beradi bizga. Hop, endi biz keyin ishimiz VirtualBox'ni to'g'ri skачать o'tirganda mana birinchi ochamiz. So'zdaj nom qo'yamiz. Xohlagan nomimizni mana Windows 10 deb qo'yamiz. Endi bu yerdan papkani tanlang degan. Biz bu yerdan другой bosib zagruzkaga kiramiz. Mana biz Windows torrent orqali chiqargan Windows'ni tanlaymiz. Bu bir papka. Endi uchinchida mana qo'yayda OBS/ISO degan. OBS/ISO ga tanlaymiz. Bu yerdan другой deb turib, endi torrent ichida yana o'zini tanlaymiz. Xotirasini qo'yamiz. Mana shuni qo'yamiz. Открыть. Mana hamma joylarni. Endi ikkinchi настройки автоматически qo'yib kirib, birinchi power control bo'lsin. Любой bir video parolli nechtaligiga bog'liq emas. Asosan qo'yincha bo'ldi. Mana qo'ygan hammasi qo'yinlar kelmaymiz. Готовini bosganimizda mana ochildi. O'zi avtomatik ishga tushiryapti. Mana Windows 10 qo'yganingizda hozir Windows o'zi ochadi. Boshlayapti. Mana VirtualBox Oracle. Windows 10 o'tdi. Windows sekin ochib boshlayapti. Qo'yganingizda mana boshqa va o'zini ichki mushtasini. Mana malikasi o'ladi. Hozir chiqamiz. Avtomatik hamma faylni to'g'rilab o'zini ishdan qilyapti Windows. Hozir chiqamiz. O'tib olishni.
aynen to'g'ri chiqadi nima birga. Bizni o'ratmamizga hozir yaqinda kishiga o'tib boryapti. O'tiraman. Kontraktni asosiy o'zi ko'radi. Endi obnovlение yuklab tugatadi o'zi. Obnovlение tugadi. Bundan dolayısıyla başlayacak proje. Bundan tashqari shu bezapmiz. Qayta ishga tushirish kerak. Tushirgandan keyin mana o'zi ochib beradi. Windows o'zi va Windows ishlayotganman mana. Qayta ishga tushirildi. Hozirda teskari berildi. Ta'minotga ishga tushdi. Hozir ta'minotga ishlashdi. Ertaga tayyorlaydi. Hozir bezapmiz bo'lgani. Aka, mana VirtualBox user deb o'zida profillarda mana.